Pepsi sovg'alar dasturxoniga xush kelibsiz. Pepsi sotib oling. Qopqoq tagidagi kodni ro'yxatdan o'tkazing. Qimmatbaho sovg'alar yutish imkoniga ega bo'ling va har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Sovg'alar dasturxoningizni to'plang. Pepsi bilan lazzat bilan. Assalomu alaykum, MyFact telekanalining hurmatli va aziz tomoshabinlari va albatta Pepsi Uzbekistan Instagram sahifasi kuzatuvchilari. Barchangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan chin dildan tabriklaymiz. Ushbu fayzli oyda har biringizning xonadoningizga quvonch, shodlik, totuvlik va albatta mehr oqibat tilaymiz. Sizni har yakshanba bayramona dasturxon aksiyasi g'oliblarini aniqlaydigan jonli efirimizda ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Ushbu aksiya 9 fevral sanasida boshlangan bo'lib, bugungi kungacha, hozirgi jonli efirgacha 47 mingdan ortiq kodlar ushbu aksiyada ishtirok etgan va bugun jonli efirda bir necha insonga qimmatbaho sovg'alarni topshiramiz. Ushbu qimmatbaho sovg'alar sizniki ham bo'lishi mumkin. Buning uchun siz ham aksiyada ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Pepsi shunchaki brend emas. Bu insonlarga kayfiyat, sovg'alar, energiya beradigan brend. Har bir bayram o'zgacha bo'lishi uchun harakat qiladigan brend va hozir stol ustiga e'tiboringizni qaratishingizga iltimos qilardim. Hozir ko'rib turibsiz, bu yerda ikkita iPhone 17 telefonlari bor. Bir emas, naqd ikkita iPhone 17 Pro telefonlari. Juda ham ajoyib, eng so'nggi rusumdagi barchaning, menimcha juda ham ko'pchilikning orzusi bo'lgan telefonlar bugun o'z egasini topadi. Agarda siz aksiyada ishtirok etgan bo'lsangiz, ushbu telefonlar bugun sizniki ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa qimmatbaho, barchaga birdek yoqadigan sovg'a bugun sizniki bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Va endi eng asosiy sovg'amizga e'tiboringizni qaratishingizni talab qilaman, iltimos qilaman, chunki bu yerda pullarni ko'rib turibsiz, juda ham ko'p miqdordagi pullar. Xo'sh, qancha pul deb o'ylaysiz? Qancha? 50 millionmi, 60 millionmi, 70 millionmi? Yo'q. 100 million so'm pul mukofoti, 100 million. Eng asosiy sovg'amiz bugun 100 million so'm pul mukofoti va bugun mana shu jonli efirda ushbu pul mukofotini kimgadir topshiramiz. Xo'sh, bu omadli inson kim ekan? Bir necha daqiqalardan keyin birgalikda bilib olamiz. Endi sizga aksiya shartlarini tanishtirib o'tishimiz kerak. Ko'rib turibsiz, sariq qopqoqdagi Pepsi idishlari, Pepsilar bor. 1 litrlik 1.75 litrlik va 2.25 litrlik Pepsilar bor. Va hozir Pepsini bitta ichib olsak, bizga yanada tetiklik, energiya beradi. 1 litrlikni olaman. Va hozir ochamiz. Wow! Ovozini eshityapsiz-a? Qanaqa yoqimli. Quyamiz. Hozir bizga buni qopqog'i kerak bo'ladi. Undan oldin ichib olamiz. Endi esa tetik bo'lib oldik. Endi sizga tushuntirib o'taman. Bu yerda kodni ko'rishingiz mumkin. Operatorlarimizdan yaqin planlarda olib berishni iltimos qilamiz. Qopqoq ichida kod bor. Siz ushbu kodni Pepsi Summer Bot Telegram botiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Ularni kiritasiz va avtomatik tarzda aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Juda ham oddiy, juda ham oson. Shunchaki do'konlardan borib, turli hajmdagi Pepsilarni sotib olasiz, kodni olasiz va Pepsi Summer Botga ro'yxatdan o'tkazasiz. Shunda siz aksiya ishtirokchisiga aylanasiz va sizda g'ildiraklar paydo bo'ladi. Eng asosiysi bizda surpriz bor. Qanday surpriz desangiz, birinchi g'ildirakni aylantirish kodsiz ham amalga oshirish mumkin. Va ya'ni sizda ushbu botga ro'yxatdan o'tganingizdan keyin g'ildirak paydo bo'ladi. G'ildirakni aylantirasiz va dasturxonda bitta taom paydo bo'ladi sizda. Ushbu taomni bittasi orqali siz mana shu aksiyada ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki bittagina kod orqali siz 17, iPhone 17 va 100 million so'm pul mukofotlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Undan tashqari esa siz agarda o'sha noyob taomlardan 3 tasini yig'sangiz, 3 ta kodni yuborsangiz va 3 ta noyob taomni yig'sangiz, sizda yana bir imkoniyat bor. Ya'ni Dodo Pizza, Papa John's, Evans, Black Star Burger,
Baraka Market va Uzum Tezkor orqali siz xaridni amalga oshirishingiz mumkin. Sizga ushbu joylar uchun vaucherlar taqdim etiladi. Yana bir ajoyib tarafi, agarda siz 6 ta noyob taomni yig'sangiz, 3 ta emas, 6 ta noyob taomni yig'sangiz, Pepsi'dan ajoyib, noyob, o'zgacha bo'lgan lagan sizniki bo'ladi. Bunaqasi hech kimda bo'lmaydi, faqat sizda bo'ladi. Shuning uchun 6 ta Pepsi'dan aksiyadagi taomlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Bir sovg'alar berishdan charchamaymiz. Bu safar sal qimmatroq sovg'a. Hammaga birdek yoqadigan, hamma uchun kerak bo'ladigan sovg'a. Agarda siz 9 ta noyob taomni yig'sangiz, sizga Pepsi'dan AirPods Pro 3 quloqchinlari sovg'a qilinadi. Siz uni mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Pepsi shunaqa sizga eng kerak bo'ladigan eng zo'r sovg'alarni taqdim etadi. Eng asosiy sovg'alarimiz esa stolimiz ustida turibdi, ko'rib turibsiz. 2 ta iPhone 17 Pro telefonlari va 100 million so'm. 100 million so'mga nimalar qilish mumkin? Tasavvur qilyapsizmi? Sizga qanaqa maqsadda pul kerak bo'lsa, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mashina uchun boshlang'ich to'lov qiling, xohlasangiz uyingizni ta'mirlang, xohlasangiz maishiy texnika vositalarini xarid qiling, xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Buning uchun faqatgina aksiyada ishtirok eting va jonli efirda g'olib bo'ling. Shu yerda eslatib o'tishim kerak. Hozir ekraningizning pastki qismida ko'rib turibsiz, QR kod bor. Uni hoziroq skanerlang va Telegram botga o'tasiz. Telegram bot orqali siz raqamlarni, ya'ni qopqoq ostidagi kodni yuborasiz. Ushbu botni hoziroq skanerlab olsangiz, sizga yordam berishi aniq. Shunday ekan, telefonlaringizni qo'lingizga oling, ekran orqali ushbu kodni skanerlang va kodlarni yuboring. Eng asosiysi, agar siz kod yubormasangiz ham, birinchi skanerlaganingizdan keyin g'ildirakni aylantirish shunchaki amalga oshiriladi. Kodsiz ham mana shunaqa imkoniyat yaratib qo'yganmiz sizga. Endi xo'sh, asosiy daqiqalarga yetib keldik. Menimcha sezgansiz, hozir siz bilan birgalikda jonli efirda iPhone 17 Pro telefoni g'olibini aniqlaymiz. O'zim ham orzu qilardim bu telefonni. Agar men ham qatnashib ko'raman, agar imkoniyat berilsa va harakat qilaman iPhone yutib olishga. Lekin sizda hozir bu imkoniyat bor. Hozirning o'zida QR kodni skanerlang, g'ildiraklarni aylantiring yoki dasturxoningizda ham odatiy o'zi juda ham ko'p ichimliklarni xarid qilasiz. Mana shu paytda ham shunchaki QR kodni skanerlab yuborsangiz, raqamlarni Pepsi Summer Botga yuborsangiz kodni, aksiya ishtirokchisiga aylanasiz va mana shunday telefonga ega bo'lishingiz mumkin. Bittagina mana shu kod orqali telefon sohibi bo'lishingiz mumkin. Juda ham oddiy, juda ham oson. Pepsi sizga mana shunday ajoyib imkoniyatni tayyorlab qo'ygan. Shuning uchun do'konlarga oling, do'konlardan xarid qiling. Agar hozir imkoningiz bo'lsa, hoziroq xarid qiling va hoziroq kodni ro'yxatdan o'tkazib, aksiya ishtirokchisiga aylaning. Aksiyada shunaqa qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Ishtirok etasiz. Endi esa asosiy birinchi o'yinga o'tsak bo'ladi. Yuqorida aytdim, birinchi o'yinimizda 2 ta iPhone 17 smartfonlardan bittasini g'olibini aniqlaymiz. Buning uchun bizga randomizer yordam beradi. Ushbu tasodifiy tarzda g'olibni aniqlaymiz. Ekranda ko'rib turibsiz hozir uni. Xo'sh, juda ham hayajondaman. Hozir kim iPhone 17 Pro smartfoniga ega bo'lar ekan? Xo'p, hozir raqamlar aniq bo'lgandan keyin, g'olib aniq bo'lgandan keyin biz g'olibga qo'ng'iroq qilamiz, aloqaga chiqamiz va jonli efirda ularni tabriklaymiz. Ularning emotsiyalarini siz bilan birgalikda ko'ramiz. Xo'sh, men juda ham xursand bo'lishlari aniq. Kutilmagan sovg'a, hech kim kutmagan vaziyat. Xo'p, shuning uchun mana shu aksiyada ishtirok etish kerak. Sizda ham bu imkoniyat bor. Har bir ishtirokchida, bizni ko'rib turgan har bir tomoshabinda bunday imkoniyat bor. Pepsi'ni xarid qiling, kodni Pepsi Summer Botga yuboring, aksiya ishtirokchisiga aylaning. Ham sovg'alarga yuqorida aytdim, 3 ta noyob taom uchun voucher, 6 ta noyob taom uchun Pepsi'dan lagan va 9 ta noyob taom uchun AirPods Pro 3 sizniki bo'lishi mumkin. Undan tashqari ushbu kod bilan yana siz aksiya ishtirokchisida jonli efirda ham ko'rishingiz mumkin. Wow, bizda g'olib bor. Ekraningizda ko'rib turibsiz hozir 206-11. Ushbu hozir g'olibga bog'lanamiz. Xo'sh, kim ekan? Hozir bog'lanishga harakat qilishyapti. Xo'sh, bir necha daqiqadan keyin g'olib bilan bog'lanamiz. G'olib bilan bog'lana olamizmi hozir? Rejissyorlardan so'raymiz. Agar bog'lana olmagan taqdirimizda ham ularga efirdan keyin albatta bog'lanib tabriklaymiz va sovg'alarni manzillariga yetkazib beramiz.
Xo'p, demak, davom etamiz. Jonli efir bu albatta. Sariq qopqoqli Pepsi. Aksiya. Qanaqa zo'r imkoniyat, shuncha pul mukofoti, iPhone 17, AirPods'lar, voucherlar, hammasi siz uchun. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Bunday imkoniyatdan foydalanishingiz kerak va biz hozir jonli efirda ishtirokchimizga bog'lanamiz. Jonli efirda ularning emotsiyalarini bilib olamiz. Xo'sh. Qayerdan ekanlar? Assalomu alaykum. Bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni MyFav telekanali bayram dasturxoni aksiyasidan bezovta qilyapmiz. Menimcha jonli efirni ko'rib turibsiz, a? Aha. Ko'rib turibsizmi? Ko'rganim yo'q lekin. Ko'rganingiz yo'q. Qayerdansiz? Mayli. Samarqand viloyati Pastarg'omdan. Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan demaksiz? Sariq qopqoqli Pepsini xarid qilib, uni kodni ro'yxatdan o'tkazganmidingiz? Shunda, Shunaqa qilgandingiz va sizni shunaqa chin yurakdan tabriklayman. Xursandman siz uchun, bilasizmi? Chunki siz hozirgina iPhone 17 Pro smartfonni yutib oldingiz. Qoyil maqom, shunchaki zo'r. Xursandmisiz? Tillar ham aylanmayapti. Kutganmidingiz? Rostdan jonli efir. to'g'ri ishonmagandim. Men bu o'qib qoldim bugun, shanba kuni, yakshanba kuni soat 7 bo'ladi deb eshitdim, lekin ishonmadim. Va hozir jonli efirda mana shu sovg'ani yutib oldingiz. Qoyil. Tez orada sizga buni yetkazib beramiz. Endi ishondingizmi aksiya haqiqiy ekanligiga? Ha, ishondim, to'g'ri, endi ishondim. Sizga rahmat. Jonli efirdan keyin siz bilan yana bog'lanamiz. Hozircha xayrlashamiz. Sizga rahmat. Tabriklaymiz yana bir bor. Xo'p, rahmat, chaqqamayman. Sog' bo'ling. To'g'risi ularni o'rnida bo'lib qolishni juda ham xohladim, chunki hozirgina shunchaki bittagina kod orqali iPhone 17 ga ega bo'ldilar. Qoyil va bir necha daqiqadan va bir necha daqiqadan keyin biz yana qolgan sovg'alarni o'ynaymiz. Bittagina kod orqali, mana shu bittagina Pepsi idish orqali siz iPhone 7 100 million so'm pul mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har bir qopqoqni ro'yxatdan o'tkazing. Bitta bo'lsa ham kodni Pepsi Summer botga yuborsangiz, albatta aksiyada ishtirok etasiz. Balki bugun yoki ertaga, kelasi hafta qachon bo'lsa ham sovg'aga ega bo'lasiz. Demak, hoziroq mana bu ekraningizning pastki qismida turgan QR kodni skanerlasangiz, bizning Pepsi Summer botimiz kelib chiqadi va hozir sizning qo'lingizda Pepsi bo'lsa, uni yuborib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sovg'alarni yana bir marta eslatib o'tishim mumkin. iPhone 17 Pro 1 emas 2 ta 100 million so'm har hafta yakshanba kuni jonli efirda, mana shunaqa 19:30 da boshlanadigan jonli efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Ushbu g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Men har bir insonga sovg'a berishni xohlardim, lekin cheklangan va mana shu sovg'alar bugun o'z egasini topadi. Endi esa ikkinchi iPhone'ni ham g'olibini aniqlashni boshlasak bo'lar ekan. Hozir bizga xabar berishdi. Endi bunisi. Qani endi qaysi rangi kimga boradi bilmayman, lekin menga oq ham, sabzi rangi ham yoqqan edi. Hozir oq iPhone'ni g'olibini aniqlaymiz, birgalikda ko'rib turibsiz. Ochilmagan hali, o'z qo'llar bilan ochib, mazza qilib ishlatadilar va Pepsi'ni eslab yuradi. Hozir g'olib ekranda paydo bo'ladi. Ekranga e'tiboringizni yana diqqatliroq qilib qarating. Xo'sh. Bunda bizga randomizer yordam berdi va bizda g'olib allaqachon tayyor. 466-58 raqami. Vau, siz g'olibsiz. Qaniydi bizni hozir jonli efirda ko'rib turganingizda, balki ko'rib turgandirsiz. Hozir ularga bog'lanib, raqamlarini bilib olamiz. Xo'sh. Bu safar kim g'olib bo'ldi ekan? Bu safar qaysi viloyatga nasib qildi ekan sovg'amiz? Hozirgina Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan g'olibni tabrikladik. Ularga iPhone 17 Pro telefonini yutganliklarini aytdik. Ularning emotsiyasini ko'rdingiz, hayron bo'ldilar. Rostdanmi deb. Va sizda ham mana shunday sovg'alarni yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun ekraningizning past qismida turgan QR kodni skanerlang va Pepsi Summer botga o'ting. Qo'lingizda yoki atrofingizda Pepsi bo'lsa kerak menimcha, chunki juda ham ko'pchilik ichadi va hozir uni ochib, skanerlab kodni yuborsangiz bo'ladi. Xo'p. Hozir g'olibga qo'ng'iroq qilguncha biz tetiklikdan bahramand bo'lamiz. Pepsi bizga yordam beradi.
ana shunaqa energiyaga to'lib tetik bo'lib yurishni xohlasangiz, afsuski bizga hozirgina xabar qilishdi. Bu ishtirokchimizning raqamlari yozilmagan ekan. Hozir menejerlarimiz ularga bog'lanishga harakat qilyapti. Agar imkon bo'lsa bog'lanamiz, bo'lmasa eng asosiy sovg'amiz, eng hayajonli daqiqalarga o'tamiz. Ya'ni bu yerda ko'rib turgan 100 million so'm pul mukofotiga. Tasavvur qiling, 100 million so'mni siz nimalar qilishingiz mumkin? O'ylab qo'ygan barcha orzularingizga, hammasiga ishlatishingiz mumkin. Maishiy texnika olasizmi? Uyingizni ta'mirlaysizmi? Nimaga xohlasangiz mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Buning uchun sizga Pepsi bayram dasturxoni aksiyasi yordam beradi. Shuning uchun tezroq Pepsini xarid qiling. Sariq qopqoqli Pepsilarni har kuni xarid qiling. Bir kunda 10 tagacha kodni yuborish mumkin. Pepsi Summer Bot. Hozir mana bu QR kodni skanerlasangiz, Telegram bot paydo bo'ladi. Pepsi Summer Bot va u yerga bir kunda 10 tagacha kodlarni siz ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozirgi ishtirokchimizni afsuski telefon raqamlari yo'q ekan, lekin menejerlarimiz bog'lanishga harakat qilishyapti. Bog'lansak efirda bog'lanamiz, bo'lmasa efirdan so'ng albatta ularni topib, sovg'alarni yetkazamiz. Mana shunaqa quvonchli daqiqalarni o'tkazib yuboryaptilar, essiz. Undan tashqari ko'pchilikka kerak bo'ladigan, hamma yaxshi ko'radigan va tez yo'qotadigan quloqchinlar haqida gapirmoqchiman. Agarda siz 9 ta noyob taomni yig'sangiz, Pepsi aksiyasidan bilasiz, AirPods Pro 3 quloqchinlarni yutib olishingiz mumkin. Agar men bularni omadim kelmasdan yuta olmagan qolgan taqdirimda ham 9 ta noyob taomni yig'ardim-u, mana shu AirPods Pro 3 ni qo'lga kiritardim. Bu aniq imkoniyat. Xo'p, bu omad bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin sizda aniq sovg'a yutish imkoniyati bor. Shuning uchun tezroq 9 ta taomni yig'ing. Va eng hayajonli daqiqalar, juda ham yaxshi. Va eng hayajonli daqiqalar. Xo'sh. Hozir biz siz bilan birgalikda 100 million so'm g'olibini aniqlaymiz. Bog'lanamiz ishtirokchimizga, ularni tabriklaymiz. Menimcha shok bo'lsalar kerak. 100 million so'mga nimalar qilish mumkin? Tasavvur qiling, 100 million pulingiz bor. Nimalar qilardingiz? Sayohatga chiqsangiz bo'ladi. Bir necha davlatga sayohatga chiqsangiz bo'ladi, hattoki. Mazza qilib sayohat qilasizmi? O'zingiz uchun qanaqadir qimmatbaho narsa xarid qilasizmi? O'zingizda bo'lgan, o'ylab qo'ygan barcha orzularingiz, maqsadlaringizni mana shu 100 million so'm orqali amalga oshirishingiz mumkin. Pepsi sizga mana shunday yordam beradi. Pepsi bayramona dasturxon aksiyasi orqali shunaqa qimmatbaho sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin. Sizdan esa ko'p narsa talab etilmaydi. Shunchaki do'kon peshtaxtalaridan sariq qopqoqli Pepsilarni xarid qilarsiz, ham Pepsi ichasiz, ham sovg'alarga ega bo'lasiz. Sariq qopqoqli Pepsilar. Demak, ekranda hozir randomizerni ko'rib turibsiz va allaqachon bizda raqam ham bor, 405-16. Tasodifiy tarzda aniqlangan ushbu raqam egasiga hozir bog'lanamiz va ularni tabriklayman. Halitdan tabriklayman. Juda ham xursandman ular uchun 100 million so'm. Nimalarga ishlatsa bo'ladi-ya? Men bo'lganda mazza qilib sayohat qilgan bo'lardim. Sayohatlar. Men bunga bilasizmi 5 marta sayohat qilgan bo'lardim. Mazza qilib oilaviy ham sayohat qilishingiz mumkin. 100 million so'm pul mukofoti hozir sizniki bo'ldi. Hurmatli ishtirokchilar, agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz. Har bir ishtirokchimizda bunday imkoniyat bor. Bizni ko'rib turgan har bir tomoshabinda mana shunday imkoniyat bor. Xo'sh, g'olibimiz qayerdan ekanlar? Xo'p. 100 million so'm pul mukofoti, sovg'alar hammasi sizniki bo'lishi mumkin. Oddiygina shartni bajaring. Hoziroq ekraningizda turgan QR kodni skanerlang. Va biz bog'lanyapmiz. Xo'sh, hayajonli. Ular uchun ham, men uchun ham, butun jamoamiz uchun ham hayajonli daqiqalar. Hozir aksiyaning birinchi 100 million so'm pul mukofoti g'oliblarini. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p. Demak, hozirgina siz g'olib bo'ldingiz. Biz sizni My5 telekanali bayramona dasturxon aksiyasidan bezovta qilyapmiz va siz hozirgina 100 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritdingiz. Rahmat. Kutganmidingiz? Yo'q. Jonli efir. Endi bu 100 million nima qilasiz?
100 millionni nima qilamiz? Xayr qilamiz-da yarmini nima? Xayriya qilasizmi? Albatta. Qayerdansiz o'zi? Buxoro shahridan. Buxoro shahridan. Nechta kodni ro'yxatdan o'tkazgansiz sariq qopqoqdagi? 5 ta. 5 ta. 7 ta. 7 ta. Demak, 7 ta koddan bugun bittasi sizga omad olib keldi va 100 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldingiz. Rahmat. Rahmat. Aha, Pepsi sizga mana shunaqa Ramazon oyida ajoyib sovrinni taqdim etyapti. Pepsi shunaqa, o'zi saxiyda har doim. O'zi har doim Pepsi ichib yurasiz-a? Albatta. Har kuni, ayniqsa bayram dasturxoningiz Pepsisiz o'tmaydi menimcha. Shunday. Sizni chin dildan tabriklayman. Juda ham xursandman siz uchun. Yaxshi ishlarga sarflang ushbu 100 million so'm pul mukofotini. Yana qatnashsangiz, kelasi hafta ham, undan keyingi hafta ham jonli efirda pul mukofoti va iPhone 17 ga ega bo'lishingiz mumkin. Davom etasizda ishtirok etishda. Yana kodlarni yuborasizmi? Ular hayajonda oilaviy muhokama qilishyapti. Yo'q, men siz televizorda ko'rib turibman-da. Siz jonli efirda ko'ryapsizmi? Jonli efirda ko'ryapman. Sizga salom, oila a'zolaringizga ham salom. Butun oilangizni tabriklayman 100 million so'm bilan. Qoyil. Juda ham omadli inson ekansiz-da. Demak, yana davom eting, yana kodlarni yuboring va o'ylaymanki, siz yana bir marta ajoyib sovg'aga ega bo'lasiz. Kattakon rahmat, birga bo'lsin. Sizlarga Ramazon muborak bo'lsin amalaringizga. Sizga ham kattakon rahmat. Ishtirok uchun g'oliblik bilan tabriklayman. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Bizni jonli efirda ko'rib turgan ekanlar. Qoyil. Hozirgina shuncha pulni hozir ushbu ishtirokchimizga berib yubordik. Mayli, shunga ham xursandmiz, chunki Pepsi sizga har doim eng qimmatbaho, eng yaxshi sovg'alarni ulashadi. Ushbu sovg'alarni siz ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Aha. Xo'p, yana bir marta takrorlab o'taman sizga. Siz do'kon peshtaxtalaridan 1 litrlik, 175 litrlik va 225 litrlik eng katta davralar, katta oilalar uchun kerak bo'ladigan 225 litrlik Pepsilarni xarid qilasiz. Qopqoqni ochasiz va qopqoq ostidagi kodni Pepsi Summer Botdan ro'yxatdan o'tkazasiz. Sizga osonroq bo'lishi uchun hozir biz QR kod qo'yib qo'yganmiz. Ekraningizning pastki qismida hozir QR kodni ko'rib turibsiz. Uni skanerlab ham kodni ro'yxatdan o'tkazsangiz bo'ladi. Osonroq variantda yoki siz Telegramdan qidirasiz Pepsi Summer Bot deb va ushbu kodlarni ro'yxatdan o'tkazasiz va avtomatik tarzda siz aksiya ishtirokchisiz. Va hozirgi ishtirokchilarimiz kabi mana shunaqa iPhone 17 Pro 100 million so'm pul mukofotlarini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunaqa bitta raqam, shuncha pul. Wow, shunchaki wow. Demak, yana bir bor ikkinchi ishtirokchimizga bog'lana olmadik jonli efirda. Birinchi ishtirokchimiz Samarqand viloyati Pastdarxon tumanidan ekan. Oxirgi 100 million so'm pul mukofotiga ega bo'lgan ishtirokchimiz esa Buxoro shahridan ekanlar. 100 million so'm mazza qilib ishlatirlar. Xayriya qilaman dedilar, balki xayriya qilar, balki qolganini mazza qilib ishlatarlar. Demak, davom etamiz. Agar Pepsilarda mana shunaqa ko'rib turibsiz, omadli tarzda bularni g'oliblarni aniqlayapmiz, lekin siz aniq sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin. QR kodni pastdagi QR kodni skanerlab, kodlarni Telegram Pepsi Summer Botga yuborsangiz, siz aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. 3 ta noyob taomni yig'sangiz, 3 ta noyob taomni yig'sangiz, 3 ta noyob taom uchun sizga vaucherlar beriladi. Ovqatlanish joylari, market, uzum tezkor orqali siz vaucher qo'lga kiritasiz. Undan tashqari 6 ta noyob taom uchun ajoyib bo'lgan lagangaga bo'lasiz. Noyob. Boshqa hech kimda yo'q. Faqat sizda bo'ladigan Pepsidan ajoyib lagan sizniki bo'ladi. Va yana bir qimmatbaho sovg'amiz 9 ta noyob taom uchun siz AirPods Pro 3 ga ega bo'lasiz. Ya'ni quloqchinlar. Bu sizga kundalik hayotda juda ham zarur bo'ladigan sovg'a. Chunki o'zi Pepsi har doim kerak bo'ladigan sovg'alarni tayyorlab qo'yadi. Ko'rib turibsiz, iPhone hammaga kerak, hamma orzu qiladigan smartfonlardan biri iPhone 17 Pro, eng so'nggi rusum, eng oxirgisi va 100 million so'm. Xohlasangiz, xohlagan narsangizga ishlatishingiz uchun sovg'a sifatida mana shu pul mukofotlari ham qo'yilgan. Mana shunaqa ajoyib kunlarda, Ramazon oyida shunaqa zo'r sovg'alar Pepsidan faqat va faqat siz uchun. Shuning uchun ishtirok eting, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bunaqa imkoniyat faqat Pepsida beriladi. Shuning uchun faqat imkoniyatdan foydalaning.
Bizga ishtirok etganlarga rahmat. Hozir jonli efirda 3 ta sovg'ani ham g'olibini aniqladik. Ikkinchi ishtirokchimizga qayta bog'lanamiz. Demak, siz bilan hozircha xayrlashamiz va kelasi hafta yakshanba kuni jonli efirda mana shunaqa qimmatbaho sovg'alarni, g'oliblarni aniqlaymiz. Ushbu g'olib siz ham bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ushbu keyingi haftagacha ishtirok eting aksiyada va g'oliblikka harakat qiling. Kelgusi hafta ko'rishguncha. Добро пожаловать за Dasturxon подарков от Pepsi! Покупайте Pepsi, регистрируйте код под крышкой, получите шанс выиграть ценные призы и участвуйте в еженедельном розыгрыше iPhone 17 Pro и 100 миллионов суммов. Соберите свой Dasturxon подарков с Pepsi с удовольствием!